savollar bor edi sport bo'yicha. 2020-yil noyabr oyining boshida Rojnan karate klubi tashkil topilgan 22 yillik trenerlik faoliyatimda. Qanaqa yutuqlaringiz bor? Xalqaro toifadagi murabbiyman. Sport markazi o'zimga qarashli. Shu yoshda qabul qilamiz hozir sportchi. Shu yoshda. Eng yuqori natija shogirdlar orasida. Chexiya davlatida bo'lgan jahon chempionatida ikkita ikkinchi o'rin, uchinchi o'rinimiz shu Rojnan karate klubining sportchilari. Aka, talab tartib qanday qo'yasiz? Avvalambor intizom, ota-onalarning fikri bilan ishlamayman, o'zimning shaxsiy fikrlarim bor. Natijaga erishishgacha nima sabab asosida? Albatta tajriba muhim deb o'ylayman. Aka, to'lovlar masalasi qanday? Mashg'ulotimiz bizda noodatiy, sababi qolgan sport turlari kunora bo'ladigan bo'lsa, mening mashg'ulotim har kun. Ha, har kuni, sababi sportchilarni tezroq natijaga erishtirish maqsadi. Sportchi bo'lib yoki murabbiy bo'lib daromadingiz o'rtacha plus-minus oylik 10 million oylik daromadimiz bor. Prezidentimiz sportga katta e'tibor berishgan. Shular izidan biz mana shu faoliyatimizni yoritib, sportchilar sonini ko'paytirib, shu xalqqa vatanparvar ruhida sportchilarni shakllantirib bermoqdamiz. Maktablar tugab, farzandingizni ta'tilini qanday rejalashtirishni bilmayapsizmi? Bugun sizlarga Rishtonimizdagi yagona bo'lgan Karate Do markazi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qiziqtirgan savollar bor edi sport bo'yicha. Shunda o'zingizdan intervyu olsak, ma'lumot olsak, men taqdim. Dilshod aka, sportchilarni nimaga mashg'ulotga davom etkazib qo'yay, keyin qilamiz. Yurishga o'tamiz. Hoji aka. Oldiga chiqsa yot. Sekin. Dilshod aka, markaz haqida o'zingizdan ma'lumot olsak. Farg'ona viloyati Rishton tumanida biz Rojnan karate klubimiz 2020-yil noyabr oyining boshida Rojnan karate klubi tashkil topilgan. Shu klub tashkil topilgandan beri hozirda shu faoliyatda yuritib kelmoqdamiz. Necha yillik stajingiz bor o'zingizda? O'zimda trenerlik faoliyatim 22 yillik trenerlik faoliyatim bor. Qanaqa yutuqlaringiz bor? O'zim haqimda yutuqlarim hozir xalqaro toifadagi murabbiyman. Xalqaro toifadagi hakamman va oliy toifa murabbiyman. Magistrlik faoliyatni tugatganman. Oliy toifa. Markaz ham o'zingizga qarashli. Ha, sport markazi o'zimga qarashli. Hozirgi kunda Rishton tuman Bo'jay qishlog'idagi Muhammad Amin yangi sport markazi ochilgan. U yerda ham faoliyat boshlaganman. Bo'jay qishlog'ida bitta filialimiz bor. Hozirda shu Rishton markazida asosiy markazimiz, ofisimiz shu yerda. Aka, bolalar necha yoshdan qabul qilinadi? Maqsadiy talablar qanaqa qo'yiladi bularga? Yakka-kurash sport turlarida har xil yoshlardan qabul qilinadi. Misol uchun boksda 10 yoshdan bo'lsa, bu yakka-kurash sport turlari hamma o'zi samostoятельно shug'ullanganligi uchun unaqa og'ir mashqlar yo'q, jarayonlari. Shuni hisobiga biz 3 yoshda qabul qilamiz hozir sportchi. 3 yoshdan. 3 yoshdan u yog'i chegara. 3 yoshdan endi sportchi, har xil sportchi, yoshdagi sportchilar keladi. Endi qabul qilishiga bog'liq. Masalan, 3 yoshli bolalarni bir mashg'ulot karatesi bilan o'rgatganingizda boshlang'ich sirlarni qabul qiladigani bor, tez qabul qiladigan, bajarib beradigani bor. Masalan, 5 yoshli sportchilar kelsa, tushuntirsangiz yangi mashq sirlarini o'sha alfabet bo'yicha dars jarayonlarida kechroq qabul qiladiganlari ham bor. Bu jarayonlar sportchining o'ziga bog'liq. Natijalar qabul qilish jarayoni. 3 yoshdan musobaqaga chiqadimi shunda? Yo'q, rasman karate VKF yo'nalishi bo'yicha o'sha o'zini hamma hududlarida musobaqalarimiz 8 yoshdan boshlanadi. Yosh toifasi xalqaro maydonlarda 13 yoshdan. Bir yilda nechta turnirda nechta chempion chiqish mumkin sizda? Bir yilda juda ko'p, har oyda har xil turnirlar bor, rasmiy musobaqalar, o'sha xalqaro ochiq turnirlar bor. Hammasiga borishga harakat qilamiz. Hammasi endi sharoitdan kelib chiqib harakat qilamiz. Bu avvalambor birinchi o'rinda ota-onalarni sababchi bo'ladi. Sababi shu finans tarafida, shu har xil turnir musobaqalarida shu lekin to'siq yo'q-a? Yo'q, unaqa to'siqlar yo'q. Naborot, imkoniyatlar keng ochilib bergan. Masalan, muhtaram prezidentimiz sportga katta e'tibor berishgan. Shular izidan biz mana shu faoliyatimizni
yoritib, sportchilar sonini ko'paytirib, shu xalqqa vatanparvar ruhida sportchilarni shakllantirib bermoqdamiz. Eng yuqori natija aka shogirdlar orasida. Shogirdlar orasida eng yuqori natija Chexiya davlatida bo'lgan Shotokan yo'nalishi bo'yicha bo'lgan jahon chempionatida ikkita ikkinchi o'rin, bitta uchinchi o'rinimiz bor. O'zingiz shogirdlaringiz. Sovrindorlar. Shu Rojdan karate klubini sportchilari. Yana mana yaqinda 2025-yil Ozarbayjon Baku shahrida 3 nafar sportchimiz ishtirok etdi. Bunda ham ikkita kumush, bitta bronza medalimiz bor va 2026-yil Rossiya davlat Piter shahrida bo'lib o'tgan xalqaro musobaqada turnirda ham para yo'nalishi bo'yicha bitta ikkinchi o'rinimiz va VKF yo'nalishi bo'yicha uchinchi o'rinimiz mavjud. Aka talab tartib qanday qo'yasiz? Talab tartib avvalambor intizom. Ota-onalarning fikri bilan ishlamayman, o'zimning shaxsiy fikrlarim bor. Talablar shu qattiq, intizom qattiq, uni atrofda ko'chada ham aytishadi. Keyin birinchi, ikkinchi urg'uni shu maktab darsliklariga beraman. Maktab darsliklari o'sha to'garaklari, fan to'garaklari, undan keyin shu sport. Bu etapga kelishingiz oson bo'lmagan bo'lsa kerak. Shu qiyinchilikdan eng qiynalgan paytingiz? Eng qiynalgan paytimiz biz oldin shu 5-sinfimdan shu karate to'garagiga kelishni boshlaganman. Birinchi ustozim Tursun Astanaqulov bo'ladi. Shu Rishton tumani Mug'ohim qishlog'ida faoliyat yuritgan. Unda oddiy karate to'garagi sifatida mashg'ulotlarni olib borishardi. Shu to'garak sifatida borardik. Keyin sekin 2005-yilmi shu atroflarda keyin Tursun Muhammadiya karate sport markazi shakllangan, faoliyati yuritilgan. Ustozim bilan o'sha paytlari 11-sinf tamomlagandan keyin trener faoliyatiga o'tish boshladim. Qiyinchilik kunlarimiz to'g'risi eslay olmayman. Bu natijaga erishishgacha nima sabab asosan? Bu natijaga erishish endi o'zimizni ham dadam, oilamiz, biz endi oilamizda dadam o'zi sportchi bo'lgan, karatchi bo'lgan. O'sha esir paytda karatechi bo'lib, shu karate yo'nalishi bilan shug'ullanib yurgan, yaxshi sportchi bo'lgan. O'sha dadamiz qiziqib bizni karatega bergan. Biz endi qisman bir izdoj sifatida hozir mana shu karate yo'nalishida tahsil oldik. Oliygohlarda ham shu sport yo'nalishida bitirdik. Jismoniy tarbiya institutini tamomladim va shu sport faoliyati yo'nalishi bo'yicha magistraturani ham tamomladim 2020 Natija ham demak anaqa mehnat orqasidan hamma natijangiz. Natijalar endi bu natijalarga erishish sekin-sekin bosqichma-bosqich bo'lgan. Sababi bu natijalarga hech kim birpas erishib qolmaydi. Chunki trening faoliyatida albatta tajriba muhim deb o'ylayman. Chunki yillar davomida chaqlanib, xato kamchiliklarni bartaraf qilib, yildan-yilga shu nimangiz, trening faoliyatingiz murakkablashib, o'rganib boraverasiz. Rishton tumanida yagona o'sish kerak. Rishton tumanida biz unaqa deya olmaymiz, sababi karate faoliyatida Rishton tumanida endi faol bo'lsak, boshqa sport turlari ham o'ziga yarasha faol. Aka, to'lovlar masalasi qanday? To'lovlar masalasi, mashg'ulotimiz bizda noodatiy, sababi har qolgan sport turlari kunora bo'ladigan bo'lsa, mening mashg'ulotim har kun. Ha, har kuni, sababi sportchilarni tezroq natijaga erishtirish maqsad. Shuning hisobiga mashg'ulotni kun tartibini har kunga qo'ydirib qo'yganman. Hozir bir ikkita ota-onalardan ham intervyu oldik-da. O'sha tumanimizda bir chekka qishloqlardan ham kelganini ko'rdik. Intervyular oldik-da. Ular ham natijadan ancha xursand-da. Menimcha, uje tanilib bo'lgansiz demoqchiman-da. Endi dalish maqsad qanaqa aka? Maqsad endi shu vatanimizning yoshlarini, unib o'sib kelayotgan yoshlarni vatanparvar ruhida tarbiyalab, shu sportda intizom, shu intizomdan keyin harakat, harakatdan keyin albatta natijalar bo'ladi. Natijadan keyin hurmatga ega bo'ladi. Shu hurmatdan keyin
istiqbolli yo'llari ochiladi, rejalari ochiladi. O'sha istiqbolli yo'lgacha sportchilarni olib chiqish. Dilshod aka, mana yutuqlaringizni aytdingiz, natijangizni aytdingiz, tajribangizni aytdingiz. Menimcha professional darajada takliflar boshqa tumanda, misol qo'shni tumanlarimizdan, Oltiariq, Farg'ona shaharlaridan filiallar ochish bo'yicha o'ylab ko'rganmisiz? Albatta, hozirda barcha tumanlarda barcha sport turlari ham hammasi iqtidorli murabbiylar, shu tajribali murabbiylar bor deb o'ylayman. Boshqa tumanlarga takliflar bo'ladigan bo'lsa, o'zi adashmasam hozir bizning mana shu Rishton markazimizda o'zi Bog'dod tumani, Oltiariq tumani va mana shu Rishton tumanidan sportchilar mavjud. Qamrab olingan. Qamrab olingan. Sportchi bo'lib yoki murabbiy bo'lib daromadingiz o'rtacha plus-minus oylik. Oylik daromad endi shu 10 million oylik daromadimiz bor. Rasxodlar endi menimcha men bolalarga futbolkalar, kiyimlarni ham o'zingiz. Bu futbolka kiyimlari ota-onalar tashabbusi bilan bo'ldi. Ota-onalar mablag'larni ham ota-onalar o'zlari sarfladi. Hammasida bir xil forma. Hammasida bir xil forma. Endi ozgina baribir sportda ham sifat kerak. Sifat, tashqi ko'rinish, intizom kerak. Shunga aka, oxirgi savolimiz Roshidan karateni tanlash. Endi to'g'risini aytsam, men hamma qishloqlarda trener faoliyatini olib borganman o'sha davrlarda. Bu degani o'sha 15 yil, 17 yil oldin qishloqlarda o'sha sharoit yo'q zallarda, o'sha qishda sovuq bo'lardi zallar, yozda issiq bo'lardi, shu pol taxtalarda faoliyat yuritib karate sportini rivojlantirganman trener faoliyatimda. Endi hozirga kelib keyinchalik shu Rishton markazida birinchi umumta'lim maktabida faoliyatni boshlab, u yerda 12 yil faoliyatimni muntazam olib borganman, qishin yozin, zalda issiq sovuqligiga qaramasdan. Unda sportchilar soni ham o'sha stabilniy bo'lib turardi, qishda ham bolalar kelardi muntazam. Sportchilar soni kamaymasdi. Shundan keyin o'zimizda Rishton markazimiz endi Roshidon deyilgan avvalgi tarixiy nomi. Shunga Roshidon karate klubi deb nomlaganmiz. Buni tanlash uchun bugungi kundagi 100% sharoit bor. Buni tanlash uchun 100% sharoitimiz, erishgan yutuqlarimiz shu darajaga olib chiqdi.